егеменді барымыздан бірінші жүректен құттықтаймыз сол шаберді. Assalamu alaikum, hurmatli Qirg'iz eli, hurmatli at o'yinlarining mehmonlari, hurmatli qatnashuvchilar, baringizlarni bugun egemenlik bayramingizlar bilan qutlaqlayman. Qirg'iziston mamlakati egemenlik olgandan beri yildan-yilga o'nig'i üstünde turadi. O'zgacha bo'lib belgilab ketib desa, oxirgi yillarda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bizim Qirg'iz elimiz, Qirg'izistonimiz, bekatimiz eng oldingi, eng o'yinqor mamlakatlardan qatorga kirsin. Baringizlar shunday bizim ulug' o'yinlarda bo'linglar. Baringizlarga rahmat aytamiz. Osmonimiz ochiq bo'ldi.